Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Ebi Yahya Huraym ibn Patikin radıyallahu ta'ala anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men enfeka nefekaten fi sebilillahi kutibe lehu 700 ضعفin. Ravahu Tirmizi ve kâle hadisun hasen. 54. ders 54. hadis Ebi Yahya Huraym ibn Patik radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kolunudur deyildi. Bizim de Riyazu Salihin'deki mene kitabı cihat degan kitap kelgan to'q. Buniki oldida mene 53. hadis, yani 53 hadis tugapti. Hozir hamda 54. hadis keldi. Yani cihatdaki fazileti üstelik hadislardan 54. hadis. Ebi Yahya Huraym ibn Patik radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılındı. Dedi bu Ebi Yahya dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı ki haşlise o kişi bir pulni Allah'ınki yolunda haşlaptı. Yani Allah'ınki yoliki Allah'ınki dinini âli kılıdığan, Allah'ınki dinini halk oturusu yaydıgan, yani öğünüş, tercüme kılış, tebliğ kılış diğerledek aşındak, yani umumi Müslümanlarınki menfaati, İslam dinimizdeki paydası olan işlağa, yani bulup mu bu yerdeki, yani Allah'ınki yolunda kalan, Allah ne der, yani İslam dinimizde âli kılmen dep kalan uruş, yani cihatta bir pon muşunda haşlagan bolsa yazılıdı şu adam üçün 700 hisse, yani bir pon yani bir ko, yani bir son haşlagan bolsa o adamga 700 tane son muşundaq nima qildi haşlaydi bu adamga deb mana bu kiramen katibinden ibaret olan perişte, mana o'ng tarafdagi perişte muştaq yezibchi qatirdi deydi. Yani biz hem de dünya bağa vakti özüden bir yerge mesela bir son bergen bir tin. O qarab baxsaq o yer 700 son, 700 tin buptu da. Yani biz onunki neredeyse o yerde nima qilamiz ko'ramiz. Yani Allah'ınki yolida men mushunda haşlagan pulniki üzi her gün nima ketmaydi o zaya olup kamlab ketmaydi dexe onunki aksicha onundan neçüz hassa ovupchu ketadi. Sadaqa degan nima o? Mushunda. Yani biz İslam dinimizden muşundaq iqtisodniki üzini men Allah yolunda meni sarf qilgan bo'lsa, buniki mukofoti men muşundaq bo'ladi deb nima qilamiz? Ishimiz. Muşundaq nima qilamiz? Ishimiz. Ammo qolgan kofirlar uchun o qolgan kofirlar o faqat mushu dunyodagi manfaatni deb nima qiladi? Xashlaydi. Bizga men ma dunyoda men shundaq foyda bo'lgandan boshqa bizga yine ölgenden keyin a dünyada yine neçe yüz hesselep nima var payda var. Yani bizim işimiz değil mi o mandak. Yani muşundak turulğan biz qanday qilishimiz kerakkan? Mana biz dinimizniki âli bo'lishi, mana İslami devletniki mustaqil bo'lishi va uniki azat bo'lishi, Müslüman mazlumlarniki üzerine kafirlarniki zulmidan mana uni ajrab va qutuldirish uchun qilsak uçanın üzerine men muşaniki üzüge biz nima qilishimiz kerak? Zakat va iqtisod va undan boshqa yordamchi qilishimiz kerak. Men mushunday nima va foyda va. Yani buni qiling deydi. Qiling degan gap. Bunda savob borda faqat siz yetkizib qo'yish emas. Buni qiling, mushunday qilsangiz Alloh nima qiladi? Savob berdiki, jazman buni qiling. Qilmasangiz-chi bo'lmaydi. Dinni deb, mana islom dinini deb, islomiy davlatni deb, musulmonlarni deb men bu işlahçımı kılın, yardımcı kılın. Ben o pulunu taptım, özlemlik mülk edip şu tuğma deydi. Hem de per zakattan ibaret olan onu zaten bir mecbur. Uçağınızda bu adam bunu beğenmeyen olsa, o resmi bilip, düşürüp, okup durup, zaten İslam dinimizdeki asas rukunundaki 3. iken, dep onu okup da, bilip de, düşürüp de, anlaptı. Aslında okup durup uçağınız neymiş işitti, benim işim diyen olsa kapır. Ama
Men berimen, ana men edep kendi tatkan bolsa uçat pasık. Yani bu onu bir boğandan keyin inan mana xayri ihson tariqasida mujtahid qilish kerak, uni masaqat vadim deb qalab tutulması kerak. Chunki har qanday bir odamniki zakat bergandan keyin u odamniki pul melida mana yeni boshqalarniki haqqi bormi yo'qmi? Lis-sail vel mahrum degan mush oyatga asosan mana zakatniki o'zi zakatni bergandiki shu odamniki mol mulkida yeni boshqa yerdiki narsa va o'rinlarni kishilarni va o'rinlarni haqqi bor deydi. Mushayda chiqayotgan gap. Go'yo bir zakat berib olsa, cho'ng bir ishlab qotgandek undaq u bo'lmaydi. Uni zodi sizniki musulmon ekanligingizni ifodalaydigan bir nima o simvol. Shu orqali ba'siz ham musulmon ekan deymiz. Undan keyin uni simvol qilib bo'lgandan keyin undan berish kerak, shu kerak. Bu aqlga mantiqqa nima uyg'un. Chunki ishdagi hammasi nima bilan mangdi? İqtisod bilan mangdi. Pul bilan mangdi. 55. hadis Ebu Said el-Hudri radıyallahu ta'ala anhu rivayet kılın dedi Ebu Said. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yok bir ademi ki roza tutudu o adam bir gün Allah'ın yolunda. Hem de Fisabilillah'ın ki mine qaratkan terpi yani dairsi kengri. Yani aldığı dersim dep ütüldü. Bununki en yukarısı neme Fisabillah dep gelse cihat. Onu da ki her nimi qarab tertip ve mertebesi qarab bu Allah'ın yolu için bunu közleyimiz. Mene bir adam Allah'ın yolu dep roz tuttu. Yani Allah'ın yolu degenken Allah için roz tuttum ben. Allah bunun mükafat versin. Ya ki başka adam beni roz tut, beni alimken, mandahken dep kalsın emez. Fakat halis Allah'ın niyetine fakat Allah'a kıptı. Ben bir gün muşunu roz tutkan bolsa, ben bu benim boğulu Allah yolda olan boldu. Onda bir adam yok. Ben açta roz tutkan bolsa, jirak kalıda Allah Teala şu bir gün roz tutkanlık sebebiyle o adamdaki yüzünü dözlekten 70 yıl jirak kılıdı. Yani bir yerde 70 yıl, diğerinin özü 70 yıl emez. Yani bu 70'ini atap durup yani hemmini onu cahilmi irade kıldığın gap. Mesela bizdeki Uygur tilde mı ben 70 püştün degen gapni özü o 70 yani balvakı emez. Yani o adam bütün nesli degen gap buludu. Ama bu yerde vecuhu degen gapni yüzünü jirak kılı degen gap yine de kata değildi. Yani bu bir nime o mecaz. Yani bu mecazdaki özü yani cüz'ini zikrekip kulunu irade kılış. Yani şu adamın yüzünü otun jirak kılıdı degen gap. O adamın yüzünü degen gap. Bütün vücudunu. Yani yüzünü jirak kalan beden ayar demek emez. Yani bu adamniki yüzünü, açtaki adamın yüzünü bir gün roz tutkan bolsa dözaktan mengu ebed jirak kılıdı. Her gün dözakçı kirmeydi o. Deyip, beni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni müştahime kıldı dedi. Yani Allah'ın yolu da iş kılışındaki üzü yukarıda yedisladi degендek cihat kılış. Yani materap kafir, materap neyme? Müslüman. O Müslüman bulup benim Müslümanların zemini müdafaa kılış ve İslam devleti qoğdaş ve onu terakki kıldırış ve onu yeyiş. Bu hem onu neyme kılış? Müslümanların azat kılış. Benim materap neyme? Kafir. Şu vakti üzde andaki bu cihat oludu. Bu Allah'ın yolu da olan boldu. Hazreti Allah'ın yolu da mesela unudum başka cık yolu olan bol, cık işler olan bol. Allah'ın yolu roza tutuş, Allah'ın yolu da mesela nefil namaz okuş, Allah'ın edep. Çünkü Allah'ın yolu degендeki düşendik. Yol degen gap bir adamniki bir yerga boradigan maqsadga yetkazgan bir vosita. Ana oldin vosita bo'lgandiki siz mushrik qilish orqali siz Allohga siz yetkaz deydi. Yani Allohning rizolik yetkazib siz maqsad qilgan ash jannatga Allohning qo'lida kirgizadi. Degan nima bo'ladi? Gap bo'ladi endi. Ana oldin bu yerda Allohning yo'li degan nihoyat jiq mazmunli ishlatildi. Shuni qatorda ana nafl namazı okuş, halis ana farzdan başka, sünnetin başka. Meni bu, onu da başka. Meni bulup mu hazırki devrimizdeki üzerinde İslam dinininki terakkiyatı. İslam dinimizdeki doğru bir şekilde bid'at, şirik ve onu da başka her fikir, ikimlara karşı ip verilen teşvikat, tebliğ, ahkam, talim, terbiye. Meni bu nime o? Allah'ın yolu. Allah'ın yolu da hazır pek mühim bir vakit. Çünkü hazırki Müslümanlarınki ahvalı qarab baksak,
en xatar yeri fikri cihatdan. Men Müslüman deb turib, o adamniki fikri başka bir İslam diniga yat bo'lgan, düşman bo'lgan adamniki fikrda fikr qilib, shu fikrni qabul qilib, o adam yüzmayada bedeni o adamniki Müslüman yevatkan yeri, paydavatkan yeri hem Müslümanlarınki zimini hem Müslümanlarınki meni aş nersedim paydavadıdı. Hem şu arqıq ardışıvadıdı. Men Müslüman dıvadıdı. Ama onunki fikri çok başka yerde çok buvadıdı. Bu nima o en iğir. Nima bir afet. Benim muşni hal qilish uchun meni haqiqiy taqvo, muttaqi, mufakkir, musih ulamalarımızın üzü bu tarafta resmi kuş çıkıp cihatçı qıvadıdı. Yani kurash qıvadıdı. Benim muşundaq yerlik verişinki üzü bu hazırki davrın üzü de en muhim. Hazır aldı bilen bu fikri cihatta resmi azat olmasa bu ruhi taraftan uçağınızda bu adamlarınki ruhini götürüp resmi müstakil olup âli izzet abur iken kemiz degende bunu tilibise uçağınızda hazır dünyanın üzerinde hemen nasıl kafir evağandikin kafirin kolu doğandikin hem Müslümanlar müşta ötediğin biçare iken deydiğin ruhi için urvetip andaki naimit olup müşta ötediğin nima işler çok var. Bu nima onun en hatırı. Ve onun da başka nifak ve küfür, şirkten ibaret olan bu nezike demek kılış, ona mene karşı turuş. Bunu Müslümanlar için yeş, cahillik, nadallık, mene bu yani addi sadda yani yüzeyki iş karıştın ibaret olan bunda bir hatar ehvallardan kutkuzuş ve olanı mene resmi aydınlık ve nurluk yolga çoğun mağuz etmeyiş, közütüş. Mene bu nima Allah'ın yolu. Mene müşahide demek kılış gerek, mene haşlaş gerek. Mene muşundaq qan bolsa şundaqqa adamlik özüne maidis qasasan dözaqqa herkes bu adamlarla qılmaydı, kirmeydi. Hem muşu yolda xaşlagan bolsa uçan özdə bu adamga Allah Taala mene bir pon bir lira xaşlagan bolsa bir riyal Allah Taala bununki niyet ve maqsadiga qarab mene aş birden 10, 10'dan 700, 10'dan cık savapçı berdi. Bekak etmeydi yani. 56. hadis. Ebi Umame radıyallahu ta'ala anıdır rivayet kılındı bu kişi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet kılındı ki dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ademi ki roz tutsa Allah'ın yolunda bir gün roz tuttu. Kılıdı Allah Teala bu adamlar dözahniki oturusu bir hendek. Kılıdı ki kandak ki asman bilen zemininki ağırlık dedi. Asman bilen zemininki ağırlık bir hendek var. Yani bir tosalgı. Yani asman kıp tuğan, zemin kıp tuğan bir perde var. Mene aşında bu adamlar dözahniki ağırlıkta muşunaq bir perde kılıdı. Hendek degen, tosak degen gep, yani atırma ötközmeydiğen. Men muşunaq çok kılıdı deydi. Yani demek Allah yolunda iş kılışdaki mene katta terpip çok muşunda. En kattısı yani. En tövenindeki bir mukafat muşu deydi. 57. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı dedi Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ademi ki ülüp ketken bolsa vahal ol ki o adam cihat mı kıp bakmaptı. Yani gazat mı kıp bakmaptı. Yani Allah'ın yolunu koral götürüp bunda iş mi kıp bakmaptı. Ve o adam yüzdeki hayatı da yüzdeki nefsige cihat kılışındaki üzerinin, uğruş kılışındaki üzerine küçülmepti. Ben Müslüman'da dikil daplam de hem onda bir niyet mi yok yani o işini kılmaptı. Yani o adam hem o adam konuğuna bir Allah yolu bir cihat kata dini âliye kılış için Allah Teala'nın kelimesini ve İslam dinimizi âliye kılış için Müslümanların menfaati zulümde kurtulduruş. Diğerledek müştak bir işte küçülmeyle bu adam işte ülüp gidipti. Ülüp ketken bolsa ölgen boludu bu adam. Nipahın boğan bir paçıska. Nipahınki bir şeyha, nipahınki bir paçısının üstüge ölgen boludu. Yani nipahınki şeyhcik, şu nipahınki şeyhde boğan bir şahniki üstüge bu adam şu ne boğan boludu, ölgen boludu. De, benim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mene cihat kılmazsak, cihatını hiçbir kata arzu kılmazsak, hem onun niyat kılmazsın ki akıbeti men muşdah nime o iğir. Mene hakiki mümin Müslüman boğan adam nime deydi o? Resmi o cihat kılıdı, mücahit oldu şu an. Seleflerindeki şu ehvala karab baksak,
Mana ularniki ahvoli, mana islom va davlatniki askar bo'lsa, askarga o'zi ixtiyoriy holatda, masalan, Abdulloh Muborak va uning boshqa mana salaf olimlarimizning o'zi hayotda mana jihad bilan o'tgan. Ham shuningla birlikda 7sini sahabdan olgan shu 7'slarniki o'zini mana musulmonlarga taqtish, bo'lgan yerning o'ziga o'rgitish va ta'lim tarbiyadan iborat bo'lgan mana mushundaq ishlarni nima qilgan, mushundaq ishlarni o'tgan. Sahabniki hammasi shu ishlar o'tib ketgan. Uçan o'zida men shu o'rgitibni qilsam bo'ladi deb uçan hammasi bir yerda, ya'ni Madina, Makkada qilib qolgani yo'q. Bularniki ko'pinchisi nerda? Men ashulniki tarixiy ahvolga qarasak, o'lib ketgan qabrlari, birlariniki masalan Suriya, yana birlariniki masalan Türkiye, onundan başka hazır altı atılıvatkan İran, Afganistan, O'rta Osiyo deganidek, bu şu Azerbaycan deganidek aşağıda cesetler şu aşağıda qalgan. Mana bundaq bo'lgan. Bular haqiqiy iymonning nimasi o, onunki vücudida bo'lgan bu iymon ulini shundoq yo'lga boshlagan. Bu iymonning mana qanday ekanini isbotlaydigan birdan bir alomat belge, men jihad qilish. Ish bo'lmadi deganda cihatni ameliyat için ko'ngli pütüş. Hozir endi Qarapasa İslomiy davlati ammani qiladi, ham farzga poyga o'xshaydi. Unda men bir cihat qilgan bo'lsam, kelar deyish. Tövbe. Yani bunu mu qilmasa, uçağınızda bu adam Müslüman bo'lganning ne foydasi? Eğer çıkıp naşt qilib onu tush vaqt bitirməkni yap, keş qoruq yeni bir keş yeməkni yapın şunda muşu nemedek ayni və sen bu adama dünyaya kelgan hiç qanday bir foydasi bo'lmasa, bu qanday bir insan, qanday bir mümin, qanday bir Müslüman bo'ladi. 58. hadis. Cabir radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi. Cabir bir biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen bir gazat edik. Yani uğraşta. Dedi Peygamberimiz Cezmen Medine'de bağdır. Her ayna bir minçe adamlar var ki mene Mahmud'un bir yağge. Böyle kezmediğinizde yani bir bayaban gezip yani ütüp yani onu kesip yani tügütüp onda bir iş kılmadığınlar. Migerli bolsa boludu o Medine'nin kayıp kalan kişiler sili bilen birli boludu. Yani sili bilen birli boğandek ne boludu? Ecir savap ulağa. Sili kamçılık boğandek bolsa ulağmışındak çok boluğan bir kişiler var Medine'mde. Ondan bu kişi kan dağıtırsa benim ulağınki özünü keser, tok tutup koyuğa. Dedi. Hem de yukarıda mene gazat kılmışsa, uğruş kılmışsa, cihat kılmışsa dedi. Hem de bu adamın özü, hem adam zaten cihat kılış gerek. Ama cihat kılmasıkan neymi var uçağın özü de onunla bir sebepçi bulup kalsa bununki dairesinin içine çok girmeydi. Mesela ağırıp kapton, kesalıp kapton, yaşılıp kapton diğerledek. Ya ki imkan çok yok. Şuna. Benim müşüdak olsa uçağın özü de bu yukarı hedesindeki hükümetin neymen müstesna. Benim hazır degandik. Ama shundoq bo'lib bu adamning o'zi, ashda o'qgan boshqa mujohidlar, men ashda jihad qilib, ashda islomiy davlatning askarlari ashda qilgan bo'lsa, men ularniki o'ziga ashda qanday ajr olgan bo'lsa, men bu kishilarga shundoq nim bo'ladi, ajr ko'p bo'ladi. Bunda umidlikni qilamiz, yashaymiz. Yeni bir rivoyatda habasahumul uzr. Ularni o'zir to'xtatib qo'ygan degan rivoyatda. Yeni bir rivoyatda men mushunda bir kishi yo'q. Miguel bo'lib qolsa o'rtaq bo'ladi, ular sizga ajrda, savobda deb Payg'ambar shaqcho degan deydi. Men bu esa Imom Buxoriy Anas radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qildi. Rivoyatda yuqoriga Jabirdan rivoyat qildi. Va bu esa Imom Muslim Jabirdan rivoyat qildi, lekin mayatki lafz Imom Muslimniki nimasini oldik, labzisini chu oldik. Jabir radhiyallohu ta'ala labzisini oldik deydi. İmam Nevevi. 59. hadis. Ebu Musa radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi shunda deb jazman bir Arabiy bir adam, saralık bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in qarshi keldi. Kip dedik o adam. Ya Resulullah bir adam meni urushidi g'animatni deb. Voy, urushsam anda g'animat verirken, manda pul verirken deb shuni urushidi. Yeni bir adam ba o urushidi zikr qilinsın deb. Yani ma adam anda urushyapti, manda qo'yyapti, anda o'ltiryapti deb uniki meni gipi. Meni gipim bo'lsin, xalqni o'tir zikr qilinsin deb urushidi. Yeni bir adam borki urushidi o tashuki ko'ztilgan o adam makonni. Yani o adamniki o'rni mujohidlar
kishilar o'ttirisiki o'rni bir ko'z tutsin. Mening o'rnim bir ko'zim, qandoq odam ekanman degan yuzida nima qildi? Urush qildi. Jihad qildi. Yine bir rivoyatda men urushida bu odam jihad qildi. Nima deb? Batur. Baturlik ne deb? Yani men batur desam, köyde onu mandaq o anı öldürüp mani qatgan deb urushidi. Va yine bir odam urushida nima deb? Hamiyatin deb, millatchilikni deb. O'zniki tar dairdagi qavmiyati, jamoati. Mana mushuni deb o'zniki xalqini debla, o'zining xalqini debla millatchilik, ya'ni ashni asos qilib urushidi. Men shu faqat meniki nima ekan? Meniki jamoatim ekan. Yoki olmay faqat mening bilan bir millatdosh ekan. Men shu millatimni deb nima qilaman? Men kurash qilaman, urush qilaman deb urush qildim. Urush qilgandan keyin bir rivoyatda bor. Yine bir adam endi urushida o adam, bu adam g'adaban achchiq kelganlik chatin. Ya'ni bir adam achchig'ini keltirib qo'ydi o odamning, shu achchig'idan o'ch olaman deb urushidamdi. Urushgandan keyin deydi bu odam, mushunda urushida odamning hozir urushayotgan odamlarningki ahvoli, amli ahvoli shu. Undan keyin deydi o odam, "Faman fi sabilillah." Kimdir Allah'ın yolunu buladi. Bulaniki yol içinden kimni Allah'nınki yolunda uğraştı. Mana deymiz dedi. Bu bak muhim. Degandiki Peygamber ne dedi? Men qatala litakuna kelimetullahil uliya fehuve fi sabilillah. Bir ademi ki ursa bu adam Allah'nınki kelimesi olan Kur'an-ı Kerim, İslam din men ali olsun. Buna mana bu izzet aburi, inavet kılmışsın, kazansın. Dep, men muşunu dep urushgan bolsa, mena o ali olsun, mena üstün bolsun, dep, meni kelimesiniki üzi üstün bolsun, ali olsun, yuqori olsun, hem edep şu bo'yicha amal qilgan, Qur'on nima depti, hadis nima depti, İslam dini nima depti, hem amallarni mena şu nima depti deganki, İslam dinimizdeki bu dinimiz en yuqori olgan bo'ldi endi. Çünkü ergeçken adam töven, ergeçlik adam yuqori olgan bo'ladi. Anda o ki buna üstün bolsa, urushgan bolsa, o Allah'ın yolu oldu. Bu nima o? Bu mena tüzüm. Bu nizam. Mena bu cihatniki asli ma'nosi Peygamber mush hadisdagi üzülüp bekitib berildik. Bu nima o? Allah'ın yolu olan cihat deymiz. Kishi deymiz deb Peygamber müştahçı dedi. Ona vardı ki urushniki, cihatniki hammasi, yani urush deymiz, yani zamancha konu, yani İslami nim bo'yicha buni cihat deymiz. Cihat degan faqat Allah'niki kelimesi olan İslam din. Şunu da Kur'an-ı Kerim, hadis Rasulullah. Men ali bo'lsin, hurmati shu bo'yicha mansun, shu va idora qilsin, shu bu ish qilsin, bütün ishning hammasi qilsin deb ashtaq nima qilish? Mana qilgan urushniki o'zi, yani urushniki o'zi, qurolliq urushning o'zi bu cihat bo'ladi. Endi shunda bir urush, ammo bundaq bir urush bo'lib, o odam niyatida boshqa bir niyat olgan bo'lsa, bu Allah'ın yolunda zahir ama dünya tarafta biz oy Allah'ın yolunda biz oy urush qildi bu odam deb mujahid desakmi, lekin ahirette ne bo'lmaydi? Allah'ın yolunda olmaydi. Meğer Peygamber sallamniki men ma Allah'ın yolu degan ahiretdimi va dunyodami degan gap. Agar bu odamning o'zi mana oxiratda bo'lmaslik uchun u niyat uchun masalan men tazbih kuchlanib deb qolsin, baturki deb qolsin, men millatimni nima qilay, beni qutuldiray. Yoki olmaydi demokratik bir tuzumni o'rnatay. Yani hozir davrni kezdik, demokratik, erkin, mushundaq buni asos qilgan. Mana mushundaq bir tuzumni men turg'izman, shuning uchun kurash qilaman, shuning uchun urush qilaman deb urushgan bo'lsa, deyli hozirlikdek, u chon o'zida bu nima bo'lmaydi, niyatida. Mana urushning o'zi o jihatda paydo bo'ldi hozir. Shu ashli payodi dunyoda tarixda bu ham musulmonlardan mana kofirlarning o'zi dushmanlar mushundaq talaffuz, mushundaq so'zlarni foydalanib o'zidagi tegidiki maqsad degan olmay, andikin rasmiy qo'l ep bo'lgandan andikin unuchi qo'yadi. Tarixda bo'lgan hammasi shu. Musulmonlarning zaminni payı evalishning hammasi maqsadi shu. Mana mushundaq qilgan bo'lsa, u Allohning yo'lida cho'p bo'lmaydi. Endi bu odam bunday bo'lmaganda zahirda biz ana yerda ma dünyada vay mücahit, vay Allah'ın yolu kurash qildi deb qo'yamiz. Agar shunda bir urushda o'lgan bo'lsa, andiki namozni o'qima yoki jumayla apiriblar,
Aşta nima qilamiz? O'chaning o'zidan meni dafn qilamiz. Bu dunyoda hukm. Ammo Allohning aldığı hukmchi bu ahmaydi. Ahmagandan keyin u nima emas, mujohid emas. Allohning yo'lida olmagan mana sen ashu Baturk dedim, haq Baturk deb bo'ldi. Shu dunyoda al mukofoti, voy ondaki deb obro'ga erishib bo'lding. Geping deyilib bo'ldi. Seni Baturk deb bo'ldi. G'animat va o'ljini ep bo'lding. Mukofotni ep bo'lding. U dunyoda tuydi, seni yetib shurdi. Ma dunyodan qo'rq kelding, hech nima yo'qsa mujohid emas. Kiyimni kiyib olganda mujohidniki. Endi bu bo'lmagandan keyin sen nima qilsan? Do'zax kirsan. Yani başka bir asasen degan bo'ladi. Endi u yerda hamiyat, hama yahmi degan uni himoya qilish, qo'g'dash degan gap. Yani bir adam urushibdi, qo'g'dash jahdidan. Yani o'ziniki jamoatini, o'zining jamoati qo'g'dash uchun yoki o'ziniki xalqini, yo o'zining millatini qo'g'dash yusidan ana shunday urush qilibdi. Mesela millatchi deydi. Bevosita millatchilik. Yani bevosita millatchilikka ideologiyasini asos qilib bunu qilaman debdi o millatning ichida mayli musulmon bo'lsa, kofir bo'lsa, uni qattiq ishim bo'lmaydi. Zoda shu millatli bo'lsa mayli degan bo'lsa, bu odam shunday bo'ladi. Unda bo'lsa bizniki islom dinimizda millatchilik yo'qmi? Bor. Shu Allohning dinini oliy qilaman degan gapniki o'zi, bu nima degan gap? Allohning diniki ichida, Qur'on hadisning ichida nima Qur'on bir qancha millat deydi. Biz sizni millat xalq nima qildik, yaratdik. Degan o'zi uchun millat biz qildik degan gap. Millat qandakin uchan o'zida millat bor mavjud, ammo millatni yaxshi ko'rishniki o'zi uniki ma'lum doirasi doira. Shuning ichida bo'ladi. Ya'ni millatni yaxshi ko'rishning o'zida, uni foyda xizmat qilishning o'zidan meni hech qanday bir narsa to'nmay, ya'ni Allohning rasuli bo'lgan islom dinimizdagi o'lchimlik bo'lmay, uni tashlab qo'yib, zodi u qanday bo'lishini qanday qat'iy nazar men musulmon bo'laman, uni qilsa meni yaxshi ko'raman degan bo'lsak, o'chamizni xatolashgan bo'lamiz. Ammo bizdagi dinimizda millatchilik bor. Chunki uni bir deyishning hojati yo'q. Bir odam har qanday avtomatik holatda o'ziniki oilasini, balvoqini, ota-onasi, tuqqanini yaxshi ko'rdi. Bu millatchilik kichik. Va undan boshqa qo'shnilarini, undan boshqa bir millat, bir yer yashaydigan odamini, undan boshqa bir tilda so'zlaydigan siyosiy, iqtisodiy tarafda hammasi o'rtoqlashib, meni o'rtoq bo'lgan bir xalqni u odam tabiiy holatda so'ydigan gap. Meni jutini va makonni so'ydigan gap. Bu bir insonniki asl tabiati bor bir narsa shu bu. Endi bu narsaning o'zida buni hech qanday vaqtning o'zida buni yaxshi ko'rmak degan gap shu yo'q islom dinimizda. Uni nima qilish var? Yaxshi ko'rish var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dek yani biz Uhud'ni yaxshi ko'ramiz, Uhud bizni yaxshi ko'rdi. Madinam va undan boshqa Makkaniki o'zi tatbiq vaqti o'zida ash degan gap so'zlarning o'zi ham Peygamber sallallahu aleyhi ve Makkaga o'zidagi qalbi davomli seg'ilib turganning o'ziniki o'zi hamda katta ulug'cha diniy taraf bo'lsa-mu, lekin o'ziniki shu tug'ib cho'g'ga e'tiborini o'yanishi yaxshi ko'rdi. Bu nima u yaxshi ko'rish doiraning ichida bo'ldi. Ammo ma İslam dinideki ukhuvatdan iborat bu yaxshi ko'rish, u nima u boshqa. Buning ichida millat var. Hech qanday vaqtimizda millat qarshi millat yo'qot deganlik emas. Millat nima? Millat Alloh taolo har bir millat birdan yaratganligi va ja'alna shu'uban va qabaila. Allohki buni qarta buniki mavjud bo'lib turishniki o'zi Allohniki qudratiniki bir nemisi o bir ifodasi. Kuchining bir ifodasi, ilmining bir ifodasi. Qarab baqayli. Har bir millat o'zi har dunyodagi insonlarning hammasi yeyotgan va g'izlanayotgan, paylanayotgan hammasi o'xshash. Uni nimada foydalanadi? Zaminda chiqadigan tuproqdan, mana havodan, quyoshning energiyasi bo'lgan energiyadan va undan boshqa ichayotgan suv. Mana mushuni narsa qarasak hammasi o'xshash. Lekin mana mushundoq to'lg'in bu odam qarab baqsak, ham so'zimi ber, ham nimasi ber, ko'zi o'xshaydi, ammo rangi o'xshamasmi? Qo'liga hammasi insonga o'xshaydi, qanday a'zo shuna a'zo. Lekin men bu odamniki bunda bir e'tibordan birniki ichida fikr qilib degan gapni ifodalashda yana birisi o'xshamaydi. Bu nima degan gap bo'ldi? Ya'ni bir narsa bir qo'ch qonaydan shu ya'ni mavu gul shunda har xil chechaklar gul po'raxlab oshqandek, ya'ni qizil, sariq, oq degandek, mana yeshil shu degandek, shu gullar har xil rangda o'sib chiroyli bo'ladi. Chiroyli bo'lganligi bu Allohning qudrati nima qanday ko'rsatgandek bo'ladi. Mana bu e'tibor bilan buniki mavjud turishi kerak. Bu nima u bor. Lekin uniki bilan bevosita qo'yib, o'charingizda bevosita u yerga u din va gazani tashlab qo'yib, o'charingizda millatni asos qilishni o'zi mana hozirgi islom dushmanlariniki
musulmonlarniki birligini parchalaydigan asos nima u vasib qoldi. Millatchilikni iborat bo'lgan ma'nosini ko'tarib chiqish orqali men musulmonlar parchalash orqali anadagi musulmonlarni bo'lib parchalab uni titmitbatdan qilib etib shu bilan bular mustamlik holatga tushgan bo'ldi. Buni ha deb men hozirgi asr va uniki oldingi asrda mushni ko'tarib chiqib men mushta qilishning sababi shu. Men hozir qarab baqsak men mushni deb men musulmon deb turib mushta fikrini qildim. Biz endi bu yerda deyishimiz o'zi herkes vatan millat demaymiz emas. O aldı bilan din, unudaki millet, vatan, unudaki xalq, unudaki azadlık mana bir bo'ladi. Azad zot hammasi o'xshash. Buni hammasini ichida bor tartib bilan bo'lsin deymiz biz. Chunki Allah butkul koinot yaratgandan keyin aldı bilan Allohning gapini qilamiz, Allohning rizoligini qilamiz. Shuni bilan unda tadrijli holat shu bo'ladi. 60-hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi dedi Abdullah. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yok bir gazi qo'shindin yoki bir qo'shindin ki g'anima qiladi, g'azat qiladi. G'azat qiladigan hech qanday bir qo'shin yo bir g'azi qo'shindin yo'qki, u g'animat oladi va salomat qoladi. Unda bir qo'shinchi yo'q. Megali bo'lsa bo'ladi u jazman aldırgan boludu, ula yüzniki ecirleriniki 3'ten 2'sigiçe aldırgan boludu. Yani bir yere bir koşun, ya bir asker, bir İslami koşun ve İslami asker evet kılgan olsa bir yere şu adamın yüzü karab baksa, bununki onu karab mukaffatı var. 3 mukafat. 3 mukaffatın 2'sinin yüzünü ma dünyada dedim bağlan boludu, ip bağlan çoğu boludu. Yeni bir mukafat çoğu ahirette. Şimdi yok hiç qandaq bir g'azi qo'shin yoki bir qo'shindan ki mana u hech qandaq bir narsa olamaydi. Ahbaqa yani bu yerda xapaqa yaxpaqu deydi, quruq qo'l. Mana tusabu yani bir narsa yetilgan. Yani hech qandaq bir qo'shin yoki bir g'azi bo'lgan qo'shindan yo'qki u quruq qo'l yonadigan va musibat yani ulug'chi yetilgan. Mana ular yetilib ashundaq qo'shin yoki g'animat ashtaq qilib yedigan bir qo'shin yo'q. Miger olsa tamamlanıdı. Ula üçün ulaniki qepqağın birdan ecir var. Onu tamamlandı. Onu tamamlap Allah çok onu çok berdi deydi. Yani demek her qanday bir qo'shin, her qanday bir asker bir uruğu çıqqan bolsa, uluğa asasen 3 tane netice oldu. İkisi ma dünyadan men ep bolgan boldu. Endi 12 biri qepqağın bolsa, meli o adamın özü o ne bir nas alamısın ya ganimet bir nas alamısın ya bir nas yessin. Kiçkine bir nas alsın. Meni qilib qolgan ajrning o'zi bir qanday qilib qolib da uni Alloh rasmiy to'liq bir shaklda u dunyoda nima qildi? Berdi. Deb Payg'ambar sollallohu dedi. Men bu esa Imom Muslim rivoyat qildi. 61-hadis. Abi Umama radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Shuna deb jazman bir odam dedi: "Ya Rasululloh, ruxsat bersa men uchun sayohat qilishda." debdi. Men bir sayohat qilmoqda, bu yana aylanib, ko'nglimni rahat qilmoqda kerak debdi. Degan vaqtimizda Payg'ambar dedi: "Jazman mening ummatimniki sayohati nimadir? Allohniki, Alloh azza va jalloniki yo'lida qilgan jihoddir." Jihad qil. Chunki jihad degani nima gap? İslami davlatning ichidagi musulmonlar bu so'zni urushmaydi ani. İslami devletin içindeki xalqlar başka yerga bordi. Sayohat deganmi? Sahiyasi degan mangda aqti degan so'ng. O joyda bu adam o'z joyida menga aqqan dekin. O joyda bu adam İslami devletni o'tib bir yerga bordi. Bir yana sayohatni shu ko'makchan qandaq deb. Jihadning ichida shu ish bor. Unda o'zi jihad qil. Jihad qilgan o'zi meni sayohat bo'ladi deb Payg'ambarimiz degan. Endi bunda deyishda bu gapniki o'zida qarg'anchon o'zida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir urushga mang'an chiqdi. Manga vaqt o'zida o'chanizda shu urushniki o'zi, masalan, dushman kuchli. Shu vaqt o'zida umumiylik hamma odamni qiygan vaqt bo'lishi mumkin. Shu vaqt o'zida Payg'ambar bu odamni mana sayohat qilishini to'sib, mana bu jihad qilishni iborat bo'lgan bu muhim ibodatning ichida ham sayohat bor. Shu jihad bo'lgan bo'ldi deb shu vaqtning o'zidagi ahvol qaramashtirgan bo'lishi mumkin. Yani bu yerda herkes yani sayohat qilishni to'sib etadi deganlik unda qisib bo'lmaydi deganlik emas. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de bir qanchada fasihu fil arzi degan nima zemin sayohat qilinglar deb. Chunki buning foydasi natija chiqqan. 62-hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilindi. Bu kishi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildi. Dedi Payg'ambar
Gaflatun kagazvatin depdi. Qaytish urushqanga o'xshash, urushmanga o'xshashdir. Dedi. Endi qaplatiga qaytish degan gap. Murad bu yerdagi qaytishdan bo'lgan murad, ya'ni urushdan shu urushni tugatgandagi qaytish. Ya'ni bu yerda qaytish degan gap mujohidlarniki o'zi, askarlarniki o'zi mana shu urushga berish oldida mushundoq savob bo'ladi, onda savob bo'ladi, munda savob bo'ladi deb payg'ambar ochlik targ'ib qilib qiziqtirib ashlaqchu dedi. Degandiki bu savob endi shu urushga berish jarayonida ham urushga tushish maydoni jahda mushtaq afzal nima savoblar ham ajrlar bo'ladi ekan. Undaki bu urush tugab qaytish uchun qaytgancha men mangu demdi bu odam bir qancha kun, bir qancha soat. U chog'da qanday bo'lsa payg'ambar deydiki, shu vaqt o'zida siz urushga qaytsangiz, shu urushga borgan vaqtda qanday ajr olgan bo'lsa, qaytgan vaqt o'zida Alloh taolo shuni ajrchi berdi sizga deydi. Ya'ni urush degan bunday ibodat ham. Jihad. Ening men shunchalik jazman savob berdi o odamga. Shu odamga qaytgan vaqt o'zida urushdan keyin meni g'azotdan. Ya'ni g'azot degan urushdan farq bo'lgandan keyin meni qaytgan vaqt o'zida u odam savob berildi. Ya'ni o'xshash savobchi bağ vakti boğandık bunda çok yerli deyin gepdik. 63. hadis. Saib ibn Yazid radhiyallahu ta'ala rivayet kılındı dedi o Saib. O vaxtda kilvedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tabuk uruşidin mene uruşu tügütüp Medine'm qaytıp çok kilvedin karşılığı aldı. O Peygamberimiz adamlar çok karşılığı aldı. Ne şu adet battı. Yani askerlerinki üzeri çıkka vakti üzerinde vay ayad umta munda falan vaqt kelsa uçanı kep qalgan kichik vallar ayollar men aş chiqmagan kishilarning o'zi oldiga chiqib ularni shu qarshilab oldi. Bu nima uchun? O mujohidlarniki hurmati. Alohid ulug'lab katta kishi deb. Shuning bilan ushqashdi men deydi payg'ambar bilan birga payg'ambarga kichik vallar birga saniyatul vida degan Madinaning sirtida bir yava ekan. Saniyatul vida degan qo'shilishdigan jilg'a tog' yo'li degan gap. Shu chog'imizda Makkalik arablar shu vaqt o'zida ya'ni safarga chiqilgan tuqqanlari bo'lib qolsa, u chog'imizda ota-onalari jilg'a qilib uzib qo'ydi ekan. Yoki shu yoki qarshilaydi ekan. Ya shu yoki qo'shilishdi ekan. U yani ismi saniyatul vida deydi ekan. Shu yoki men bu payg'ambarga qarshilab olgan deydi. Ya'ni demak mujohidlarning kattaligidan Bağa vaxtımızda açtaq boğan bolsa, kayga vaxtımızda qıp qalğan kişilerinki üzü aşındaq nim qalıdı, qarşıladı bu hürmet. Onunki nima o? Demek ular nəhayət katta kişiler degan gap boludu. Yani muşunda qıvası nima o? Yaxşı qarşılamasmışdan Müslümanlarga yaxşı iş olğan bolsa, ko'ngli xoş boladigan, İslam asas qilgan ish olğan bolsa, buni qarşılab, uni tabriklab qilsak nima o İslam dinimizda? Xata emas, bid'at emas, men bana nima o? Peyğəmbər edis meni. Bu ise İmam Abu Davud isnadı sahih ile ma'lebze rivayet kıldı. Ve rivayet kıldı bu ise İmam Bukhari dedi. Saib ibn Yazid. Badık biz karşılayalımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kiçik vallahi seniyetil vıdağa. Ne mi kılımız? Varımız. Aşağı gidem kantok, bağantok. Depmen muştakçı dedi. Deydemdi. 54. hadis. Ebi Umame radıyallahu ta'ala rivayet kılındı bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kıldı. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ademi ki cihat kılmaptı. Uruş kılmaptı dinli dep. İslam dinimizin dep. Ya ki o adam bir cihat çıkılgan bir mücahitliğini kılmaptı o adam tayyarlamaptı. Yani tayyarlap ben çıkamaptı. Ben bütün sınıf çıkımlarını berip gelip bütün çıkımını mesela alırgan ne olsa hemen dem kılay. Ben bunu çok berayda bir adamni bir mücahidi tayyarlamagan bolsa yoki o adamniki o'zi meni urun basar bo'lmabdi bir g'oziga o g'oziniki ahlida yaxshilik qiladi. Ya'ni o adam jihad ketgan, chiqatgan shu mujohidniki oilasiga yaxshi niyat bilan, yaxshi muomala bilan o balvoqisi qarab, o ishlarini qilib berib, o yordam berib, o mushtaqchi ishni qilmabdi. Men qilmagan bo'lsa, bundaq bir millat, bundaq bir xalq nima bo'ladi? Yetidi shu kishiga yetkizdi, u kishiga Alloh taolo qiyomatniki oldida cho'ng bir qo'rqinchli bir
ahvollarni shu yetkazadi. Qariyatun degan, qara qaqdi degan gap. Ya'ni ularniki vujudini, butkul vujudini, ruhiy holatini urvatadigan, qiqvatadigan, shundoq nim bo'ldi degan holatga ekvatadigan bir xil baloyafat musibatni shu yetkazadi deydi. Demak, mushu musulmonlarga mushundaq mushu hozir endi shunda bir ichilish holatda zodi hammada buni bildi. Bilib hozir nima ish qilishni bilolmay hozir o'z ichida bir-birisi tilishib hozir voy undaq bo'ldi deb hozir shu holatda ruhiy psixolog buzilgan holatga kelib qoldi. Men mushundaq kasalligiga, mushundaq ofatning bo'lishi nima uchun? Chunki biz nima qilmadik? Jihodniki o'zi farz bo'lib turiblig'in shunda zeminimizdagi o'zini besib kirib, meni ashunda qavat as farz bo'lgan. Shu 40 neticede aşk buyulu kirga vaktimizde onu şu yelaki münafık ve casuslu ibaret olan şu yama adamların kol arkalı kuş kütüp o yakşı adamlar dep aşta kavakta üzede men biz bunu derhal bölüp mene o canı üzede derhal onu karşı elemez. Onu appat öldürüp onu şu aş çigiri tat kürgüzme onu aş kelgeye tıkvatkan bolsak o canı üzede bizgi bunda bir külçü kalmaydı. Şunda iş qilmadik. Alloh qachon farz bo'lib ketdi. Farz bo'lgandan keyin buni qilamadik. Meni bovlarimiz shu joy ahvol yuzi bildi. Buni qilamadik. Qilamagandan keyin andan keyin unidagi kelib bo'lgan shu kofirlarning kelgan vaqti yuzidagi buni bu azob oqibat biz qanday bo'ldi? Har xil ism, har xil nom, har xil meni ash shaklni o'zgartib zaman davomli mushtahlim qoldi bizni. Men öldürüvadıdı, solavadıdı, harlavadıdı. Bir minut, bir sekund vaqt qolgan yo'q. Meni mushu vaqtning o'zida eng cheki yetgan davrda hammadan hozir meni bu azobning o'zi hozir meni go'shtni uyutib, ustixonimni uyutib ketdi deb vaqirab, jaqirib, nima qilishni bilolmay tifirishyotidu. Men mushundaq nima bo'ladi? Men ochlik qilmaganlikdan hech bo'lmadi jihad qilma degan adam yenida turib meni ularni kelib qolgan ota-onalarga men uni nima qilmagandan keyin yordam qilmagandan keyin yoki men chiqolmasam-mu masalan mujohidlar chiqadi ekan deb uni iqtisodiy tarafdan yordam hamma narsa bermagandan keyin buniki natijasi bu dunyo nima bo'ldi mana mush idis asosan bu nima mo'jiza maydis. Meni mushuni o'g'an uchun mushtachib bo'ldi. Meni hozir bo'lib hozir yer shari bizga ta kelib bordigan yer yo'q. Ne verib ne turishni uqmay. Meni ashta holat shu bo'lib qoldik. Hiç qana bir biz egi çıkmaydigan. Men muşda holat bo'lib qoldik. Endi egi chiqadigan yer turibadi da. Hammamizga ma'lum darajada. Muşunda holat bo'lib qoldi. Ne verib bir bilolmay, o'limni qo'rqmay, o'ladigan ish bo'lib qolsin, ashar bir yer topsam bo'ldi deb. Asa Alloh taolo bizga mana bo'mizni al-misaqni tortib bizniki ash joyimizning o'zini bu yerda Uyg'ur millati va Turkistondagi xalq ashad yason deb bergan bir yatdi. Miros shaklida. Lekin biz undaqcha qilamiz. Nima uchun? Mushundaq mana hukm va ahkamga unumganlik sababdi. Boshqa ish emas. Qilmaganlik jihat. Men bu esa Imom Abu Davud isnod sahih bilan nima qildi? Rivoyat qildi. 65-hadis. Enes radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilindi shuna deb jazmat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedi. Jihad qilingsa mushriklarga qarshi mening bilan o'zinglar va tillaring bilan nima qilinglar? Jihad qilinglar dedi. Undan keyin mana biz yuqori degandek jihadniki umum ma'nosi, ya'ni keng doiradagi ma'nosi jihad chetiladi. Yani kurash qilish, dinning oliy bo'lishi uchun, mana dushmanlarni yaksan qilish uchun, islomiy davlatni mana qo'g'dash va uni qurish uchun, musulmonlarni mana uni qo'g'dash uchun, islom dinimiz Qur'oni Karim hadis rosa oliy qilish uchun nima qilamiz? Kurash qilamiz. Buniki eng yuqori nima? Qurol, kuch. Qurol ishlatish orqali bo'ladi. Uniki tövbini har xil bo'ladi. Uni qavmi o'zimiz chiqimiz, mana o'zimiz meylimiz bilan qilamiz, pul baylarning o'zi pul bilan qiladi. Pul berish orqali iqtisod shularga sarf qiladi. Va shuningdek so'zlayoladigan odam o'zi til orqali so'zlab, haqqa o'rgatib, tushuntirib, bildirib, mana deb mushtaqchi qiladi. Bu nima u jihad? Bu nima jihadning bir turi bu. Mana buni payg'ambar mushtaq debadi dani. Bu esa Imom Abu Davud isnod sahihlar rivoyat qildi debadi. Payg'ambar jihadning o'zini Qur'oni Karimdagi ham Qur'oni Karimda men yana bor
ya Nebi cahidil kuffar ona munafiqin degan nima va munofiqlar jihad qil degan gap, kofirlar jihad qilsa o'qimiz qoral deb. Munofiqlar jihad qil degan nima degan gap bo'ladi bu yerda. Mana munofiqlar jihad qilib payg'ambar ta'lim qildi. Ta'lim qildi payg'ambar ish qiladi qoral munofiqlar birga turib qarshi bu urush qilgani yo'q. U nima bilan? Til bilan. Haqiqat yetkazish bilan, uni rasvo qilish bilan. Mana uning xato ekanligini, unda xato fikr, xato tushunchani uni rasvo qilib, uni yo'q qilishlar, dalil keltirish orqali mana bu nima u jihad. Onda onunki Peygamber sallam şu cihatın üzerine men muşdah ne badi tefsirler badi ki yani yüz bilen bile çıkış, mal bilen ve til bilen bulunan bu cihat. Onda onun cihatın yüzü fakat şu dep kalsak şu vakt ve zaman karab ne kılıdı o makan karab bilen özgürlük duran gibi. 66. hadis. Ebi Emr ve diludu Ebu Hakim depma açtak Ebu Hakim Nu'man ibn Mukarren radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılındı. Çünkü Nu'man ibn Mukarren degan adamning ikki kuniti var ki birisi Ebi Emr, yani birisi Ebi Hakem. Dedi bu Ebu Emr. Hazır oldum, şahit oldum ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen billah uruş kılayım oldum, bir uruşka şahit oldum. Ya şu septi ben badım deydi o koşunda. Kaçaniki uruş kılmışsa o Peygamber sallam kündüzünki evvelide. Yani kündüzün evvelide uruş kılış bulmaptı mesela ya ki başka bir sebeplerde cihetini esip ettiğini kılış gerek. Kechiktirdi Peygamber sallam uruşni hattaki kun ne boğayım, baylı oğayım. Kun qarlığandaki andaki başlaydı. Ve şamal çıkkay. Ve nusretçi düşke. Meni şu arlıkta andaki Peygamber sallam resmi Allah dua qilib bütün yardım Allah'ın yardım qilish şartlarini hemmini hazırlab açta qildi. Şu vaqtning o'zida andaki nima qildi? Urush uchun boshlaydi. U yerda urush qildim deb, jihad qildim deb, ash mana deb unda surib mangadigan ish yo'q. Mana bu urush maydonida açta bo'ladi zodi. 67. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı dedi Ebu Hureyre. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arzu qilmoqlisa düşmandan uçkishini. Endi yuqorqi hadisga asosan zodi mushu mukofot, mushta ajr azim, mushta manfaat narsa o'g'ini hammadan zodi kofirlar urushib qilsam bo'lsa arzu qiladi. Bu ash yuqorqi oyat hadisga asosan shu to'g'ri. Lekin asli tabiiy qarag'an vaqtida bu urush asli ubdan shu emas. Çünkü nima urush degan gapning o'zini men u o'ltirdi, bu o'ltirdi. Zaten bu yerda insonlarning asli yaratishning nimasi o bir adam bir adam öldürüp yetişemez. Ama dünyada Allah belirtken ecelik asasen ecel tükengete kadar o yaşaş. Yani yaşaş arkalık Allah ne mi diyen bu şu bunçu ne mi kadar onuğa emel kılıp yaşaş. Bu. Ama uruş degan gapning o'zi düşmanı urushib qolgan gap o'chani o'zi yaxshi har xil falokat bo'ladi. Hozir ko'ryapmiz bir yer nerede urush bo'lgan bo'lsa vayron qoladi hamma tarafdan. Aziz bunu qilmoqni deydi, arzu qilmoqni deydi. Endi qachonlik uçkishib qolsangiz ular bilan. Endi unda arzuni yo'q. Shunda qilib tursangiz ham urushmaydi deb tursa qarab qolsa kofir besib oldi, tahdid qiladi, bostirib keldi. Men o'chanizni qanday qilinglar? Shu vaqtda o'zi uçkishib qolsangiz kofirlar o'chadan sabr qilinglar. Mana urushniki har xil qiyinchilik, jafo mushaqqat ish. Unda uni bu ishni kelib qolgan vaqtingizda qishib ketmay, men uning ustidan g'alaba qilib, sabr qilish orqali g'alaba chu qilinglar. Deb Peygamber müştaqchu dedi. 68. hadis. Yine Ebu Hureyre ve Cabir radıyallahu ta'ala anhumadır rivayet kılındı. Şuna dep ki cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Uruş gölleştir. Eğer hudiyatun deydi. Hudiyat dedi, hudiyatun yani bizim konitil bunca gölleş yani aldaş deyin gap. Yeni zaman bu kelime taktikidir. Taktika. Taktik degani nima? Hozir o nima o bir gölleş oldu. Maya dedi ki taktik işletipti degan gap. Yani bir asker bir qo'shinniki ayat ayishni qot deb ko'stib, apirib ayishni deb apirib, oxirida ishni urdigan, qiladigan. Bu nima aldash yo'li demdi. O nima o kondaman. Hozirgi zamonniki nimiz bo'yicha nima taktikidir. Ya'ni urush degan gap kelsa bizniki tushunchimizda meni adam o'ldirish
ya musulmonlar bo'lgan bo'lsa shahid bo'lish yoki g'ozi bo'lish. Bu asos urushni bu deymiz yoki qon masalasi. Ammo buni qildigan urushning maqsadi deymi? U qarshi tarafga dushmanniki o'zini mag'lub qilib, ulug'i nima qilish, uningga u yerda islom diniga akirishdan iborat bo'lgan uluncho mana islom diniki zemini qilib u yerni bekitish. G'oyim shu. G'oyim shu bo'lgandan keyin anda o'g'andiki bu adam u yerda adam o'ltirib deb urushni qilmay, taktik ishlatish orqali, mayli gap so'zi bo'lsin, mayli harakat bo'lsin, shu orqali hech qanday urushma chiqim bo'lmasdan apirib shu maqsad yetsin bo'lgan bo'ldani. Urushniki asos maqsadiga yetgan bo'ldi. Ana o'g'andan keyin urush qildik deb o'ltirib, qarg'ularcha unda qilavermanglar. Siz qanday qilinglar? Meni ash dushmani qanday qilib na ojizligi va na kamchiligi va uning ortiqligi nima deganidek ashundaq ya'ni o'qish orqali bularga taktik ishlash orqali Qur'onni sizga hech qanday bir zarar yetkazmagan asosda uchanishib urush ep beraman. Ashqa urushma men urushchi bo'ladi. Ya'ni Allohning yo'lida jihad o'g'an bo'ladi bu. deb Payg'ambar alayhisolatu vasallam mushtaq dedi. Bu hadisni İmam Buxoriy va Imom Muslim rahmatullohi alayh nima qildi, o rivoyatchi qildi deydi. Urush hudiyatdan yani aldash yani taktika doğru deydi. Ondan keyin urush qildim deb faqat shu o'ltirib chepibli emas. Yani uniki oldida imkon bor. Taktik ish orqali meni adam o'ltirib jonni yo'qotishdan iborat bo'lgan asos qilmay, yani asos nima qilish, uni taktik ish orqali urushniki asos g'oyasi bo'lgan ulini mana mustam yani ulini aybashga akilish va zimin fatih qilish. Bu hamda bu islom dinimizga hokimiyatga yetkazish bo'lgandan keyin buni qilinglar deydi Payg'ambar. Mana shuning bilan jihad to'g'ridagi Qur'oni Karimdagi oyat Imom Naviyning keltirgan oyat bor dedi, bir qancha oyat keltirdi. Uni dekin Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki hadisini keltirgan bo'ldi. 68 dona hadis var ki İmam Naviyning keltirgan. Ammo keltirmagan bir qancha hadislar bor. Shuning uchun tanlab keltirgan gap. Ana onu bir qancha kun bo'ldi bu hadisniki o'qilgani o'zi. Ya'ni demak jihad en katta nima ibodat. En sharaflik, en hurmatlik, izzat, obro'ylik. Bu hal qilg'ish ajoyib cho'ng nima o ibodat. Bunu qilib qolgan bo'lsa Alloh meni mushundaq yuqorida o'qilgan oyat va hadisga asosan ashta mukofot, hatto qilgan odamniki yuziga ashta bo'lgan bo'lsa, uni evatga adimi qurol yaroqni elib yordam qilgan, yasagan qurolni yasab ashta sunib bergan hammasi Alloh yo'lida qanday bir odam shu ishni qilmadi, shu kuch yetgan bo'lsa, ya pul yordam yoki qanday bir ish bilan meni o adamning ashundaq nima bo'lgan bo'ldi, mukofot bo'lgan bo'ldiki, meni demak bu jihatniki afzal ekanligi nihoyat nima katta. Meni bundan hargizcho qo'rqib qolgan ish yo'q bizda. Agar ma dunyoda hayot qilib qolsak, mushtaq g'ozi, meni u kofirni u yerda u g'alaba mag'lub qilib, agar o'lib ketib qolsak-chu, bizningki oldimizda meni yin bir hayot bor. Ma hayot nima bo'lmishlar jafoliq hayot. Ya'ni 60 yaş, 70 yaş kirmey turib ağır bir adamınız vaycandı, yüz başta ahırı ülüp geldiğin bir hayat. Kıyamet için onunla iş herkes yok, cennet kirip gitti degan gap. Mengu ebedul ebed. Bu dünyada biz körüp bakmagan, konumuz keçip bakmagan, kulağımız anlap, közümüz körüp bakmagan, aşta nazı nimet, aşta rahatla bak. Biz şu yerçük temiz, hayat şu. Ondan vandikin bunda bir uruş, bunda bir cihat, bunda bir kafirliğe karşı uruşun herkes korkması gerek. Men mushunda bo'lgan vaqtda andikizsa uçak ishimizni to'g'ri qilamiz. Shunga birlikda andiki nima qilish, tayyorlik qilish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degandek, mana rami nima dedi? Men bu yalaqqa etish degan gapniki o'zini ashada istiqdod, quvvat degan gapni rami dedi. Men mushu tayyorlik qilib ashtachu qilishimiz çok kerak. Hammamizni Alloh taolo men mushu ibodatga loyiq bir jihad ibadetiga loyiq bo'lgan kişilerden kılıp hemmimizni dağdan doğru yolga başlaşqa muyassar qilsin. Hemmimizni Qur'oni Karim hadis Rasululloh için amal qilgan ahli cennetin qatarida qilsin. Va axirda ona elhamdülillahi rabbil alamin.